Sizni ham navaralaringiz qo'ymayaptimi? Bu jon bizni ham sayohatga olib boring deb. Nargiz opa, siz bilan biz ham sayohat qilishni xohlaymiz deganlar juda ham ko'p. Bizni ham olib keting yoki bo'lmasam siz sayohatga chiqqaningizda biz ham siz bilan birga boraylik deganlar juda ham ko'p. Endi buni yechimini topdim. Inkruzisga a'zo bo'ldim-da. Ko'plar yozyapti, Nargiz opa yaxshi emas, bir xillar yozyapti. Nargiz opa juda ham yaxshi qilibsiz. Navaralaringiz mazza qilib kemalarda sayr qiladi deb. Ham bilmayman, yaxshimi, yomonmi, sayohatga chiqqanda bilamiz. Hech kimning gapiga kirmasdan, ikkilanmasdan men inkruzisga a'zo bo'ldim. Agar navaralaringiz bilan men bilan bir jamoa bo'lib, inkruzis sayohatiga chiqmoqchi bo'lganlar, mana shu pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib yozilishingiz mumkin. Albatta bu tekin emas, pullik. Buni inkruzis sayohatini o'zini qonun qoidalari bor. Agar biz jamoamizni tez orada yig'ib to'plasak, navaralarimizni kanikullariga to'g'rilab sayohatga chiqsak bo'ladi. Mendan ham zo'r navarachi buvijonlarimiz juda ham ko'p. Lekin ularni mendan farqligi, ular videoga olmaydi va internetga joylanmaydi. Opa, biz ham blogerlikni yurg'izsak bo'ladimi? Nimadan boshlasak bo'ladimi? Mana bu ham yaxshi imkoniyat. Agar navarachi bo'ladigan bo'lsam, ikkinchi navarachi 2, navarachi 3 profilini ochamiz. O'sha 10 ta ayolga 10 ta navarachi buvi profilini ochamiz va sizga yaxshi imkoniyat bo'ladi. Navaralaringizni o'sha yerda qanday dam olgani, o'sha yerda 10 ta ayolni profili e'lon qilinadi va o'sha profillarga odam qo'shiladi. Bu jonlarga ham yaxshi imkoniyat. Siz ham navaralaringiz bilan navarachi buvi bo'lib profilingizni yurg'izish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bir o'q bilan ikkita quyonni urishga nima deysiz? Ham sayohat qilasiz, ham o'sha ketgan pulingizga Instagramingizni yurg'izasiz. Navaralarimiz mazza qilib kemalarda sayohat qilishiga nima deysiz? Joyimiz to'lishi bilan tezda sayohatga chiqib ketamiz. Navaralarim bilan O'zbekiston bayrog'ini balandga ko'tarib, atlas milliy kiyimlarimizda yurish nasib qilsin. Biz ham navaralaringizni bizni jamoa bilan birgalikda sayr qildirishingiz mumkin. Albatta buni narxlari va shartlari bilan Mohiraxonga murojaat qilasizlar, sizlarga to'liq ma'lumot beradi.